Italyancha spagetti tayyorlaymiz. Suvga tuz solamiz. Mana shu makarondan ishlatdim. Juda ham yaxshi chiqadi bundan. Dixey yog'ini solamiz. Parmezan sirini cho'rkadan chiqazamiz. Parmezan sirini har xilchasini solsak bo'ladi. Ozgina makaron suvidan 2 qoshiq sovuramiz. Limon siqamiz. Makaronlarimizni solamiz. Aralashtiramiz. Rayhonni qo'limizda deb olamiz. Juda ham yoqimli hid maza beradi. Mana spagettimiz tayyor bo'ldi. Endi chiroyli qilib yasatamiz. Juda ham mazali, ta'mi og'izda qoladigan spagetti. Albatta tayyorlab ko'ring.